Assalomu alaykum Dilshod Boltoyev kanali obunachilari. Xorazm viloyati Gurlen tumani mol bozorindamiz. Haftaning yakshanba kuni 29-iyun. Xudo xolasa ona bola sigirlarni narx-navolarni tanishtirib ko'rsatib o'tamiz. Videolarimiz yoqsa albatta birdan like bosib, kommentariyada o'zingiz fikrlaringizni yozib qoldiringlar. O'zlaringizni bizneslaringizni reklam ettirajak bo'lsangizlar, pastda nomerlar bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lmasa videoni boshlaymiz, ko'rib boraverasizlar. 7 milyon so'mga sotildi shu. Bu bozma qisirman yo'q bu. 7 milyon bo'ldi, yana bolayni. Assalomu alaykum Dilshod Boltoyev kanali obunachilari. Xorazm viloyati Gurlen tumani mol bozorindamiz. Haftaning yakshanba kuni Xudo xolasa ana bola sigirlardan ko'rsatib boraveramiz. Assalomu alaykum ava. Assalomu alaykum. Necha deyapsiz? 20 milyon so'm aytilishi deydi. Balası küçücük. 6 litragacha berdi. Boy pasroq mallardan malda arqalari mana. Balası küçücük. Bozor so'radimi? Ya yeri. So'raman. Az kel. Telefon nomer qoldirib o'ting unda. 99'dan 99 953 953 35 64. Üçüncü balası değil, ikinci mi? Birincisi mi? Birinci balası küçücük 4-5 litre sütü var ana. Alam eli yaş ekan ha? Birinci balası. Boyam sel pasroq mal ekan. Astana o'saveradi. Yaxshi ağa, savdo. Assalomu alaykum ağa. Necha deyapsiz? 20 milyon. Aytilish ha? So'rayaptimilar? 22 so'raldi. Dilshod Boltoyev. Balası ne bu ekan? Balası ona jin. Bo'ldi. Malda arqalari baland mallardan ekan, o'zimizni yurt mallarından. Sütü neçəlik ha? 4-5 litre sütü var ha. Yani. Üçüncü balası ona can 4-5 litre sütü var. 22 so'raldi dediniz mi? 22 so'raldi turibdi. Neçəlik qapti? Neçəlik qaldı? Telefon nomer qoldirib bilamizmi? Xudo xolasa sotiladi. Sotiladi xudo xolasa. Ditga boryaptir deydi. Yaxshi savdangizni bersin. Assalomu alaykum ağa. Necha deyapsiz bular? Aytilish ha? 25 aytilish bahası. Balası naqshlagan bu ne u? Sunima ne u? 25 milyon küçücüğü. Çelli vaqt bo'ldimi to'lgandan? 2 ay bo'ldi. 2 ay bo'ladir ha? Naqshlagan balasi lekin. Bozor nechaga qo'yaptir buni? 20,5. 20,5 so'rayaptir ha?
20 yarım so'rayaptir. Üstten içerli ekan. 2 litr bor, o'zi aytingchi. Ha. Telefon nomer qoldirib bilamizmi? 99 104 104 80 37. 80 37. Adres? Adres şurada qalanın içinde. Ha. Gullendi. Bularında qalanın içinde. Malga gap yo'q ekan lekin. Yaxshi aqa, savdoningizni bersin. Assalomu alaykum. Necha deyapsiz islomini? 27. 27 million deb baho aytyaptilar. Balasi o'kichimi? Balasi o'kichi. Üstün içerli ekan. Chem bo'g'oz ekan. 10 litr suti bor deydi. So'rayaptirmi akanlar? Necha? 21-22 so'raldi. 21-22 so'raldi. Birinchi balasimi? Aytaman, yosh ko'rinib turibdi. Birinchi balasi. Balasi ham o'zi sal qapti tenglashmagina. Telefon nomer qoldirib bilamizmi? Ayting. 99 156 1825 aloqaga chiqaverasizlar. Adres Gullan axir. Gullanda adres. Ichem bo'g'oz birinchi balasi 10 22 so'raldimi? 21-22 so'ralib turibdi. Telefon nomer qo'ydik. Aloqaga chiqib kelaverasizlar. Assalomu alaykum og'a. Necha deyapsiz? Aytilishan. Balasi 10 Balasi 10. Nechanchi balasi? 3 balasi. Üçüncü balası. Sütü içerli ekan bana? 10 litr sütü var. Bazar nechaga qo'ydimi? Ditga boryaptirman. Telefon nomer qoldirib bilamizmi? Shart emas, ha? Nomer shart emas. Xudo xolasa ditga boryaptir. Bo'y baland mollardan ekan, 3-balasi 10. Sütünü içerli ekan? 6-7 litr sütü var. 6-7 litr sütü var ana. Hem aldı arkaları. Aldınız ama? Ne oldu? Ha? 10 cın ahır ha? Bazar neçeye koyup atır bunu? 27 sonra da. 5-6 litr sütü var. Balası ökütçe. İkinci balası dedik mi? İkinci balası. 32 milyon aytıldı. 27 soraldı ismi? 27 soraldı. Telefon nomer kaldırıp ötük? 97 513 94 17. Alakaga çıkaverasizlar. Adres Gullan axir, ha? Adres Gullan. Mal pisandli mallardan. Boyu baland. Yuvashlig'ina gap yo'q. Yaxshi aqa savdoningizni bersin. Assalomu alaykum. Yaxshi aqa savdoningizni bersin. 10 litr suti bor dedik, ha?
10 litr sütü var. Assalomu alaykum. Sizlardikimi? Necha deb atarsiz buni? 26 so'm. 26. 26 aytilish bahası. Balası ökütçe ha? Balası ökütçe. Sütü necha elli mana? Beradi 8 litr. 8 litr sütü var. Ne xaltalari. Malda arkası. Orta mallardan. 8 litr sütü var. Ökütçe öcek. Üçüncü balası? İkinci balası? İkinci balası dedi. Kaldırış gerek olur ama. Sonra batırmalar? So'rab. Necha? 22. 22. Jalli kaldı. Bor o. Bozor ko'ramiz. Ha. Alındı mı? Ha? Ava. Necha bo'ldi? 13. Ökütçe öcek 13 bo'ldi. Telefon nomer qoldirib olamizmi? Bo'ldi. Ayting. 94 dan 310 33 58. Aloqaga chiqaveradi. Adres gullarni qara. Yaxshi ağa, savdangizni bersin. Assalomu alaykum ağalar. Necha deyapsiz? 25. 25 milyon aytilish bahası. Nechanchi balasi bu? Birinchi balasi. Balasi o'kitcha o'xshaydi ha? Balasi o'kitcha o'jak. Yelinine qarang. Yelinlar ham gap yo'q ekan. Soskalarning ham gap yo'q ekan. Chelli suti bor buni? Yeri toza toza bir 5-6 litr beradi. Ha, Shu yelinga berish kerak isto. beradi. Telefon nomer qoldirib olamizmi? 93 163 53 89. 53 89. Necha so'ralıydı bu? 21 yarim so'radi. 21 yarim so'raldi tane. Yaqinda bo'lgan 3-4 kunlik o'xshaydi. Ha, 2 kunlikmi? 2 kunlik bolasi. Yelinin ham soskalarning ham gap yo'q ekan mallar. Sentli mallardan. Aloqaga chiqaverasiz. Adres gullarni qara. Yaxshi, savdangizni bersin. Yo'qda savdo bo'lyapti, mana shu yerda. Assalomu alaykum. Shu yerda bo'ldi. Shuncha? Bahası. Bakası 32 aytamiz. 32. Ikkinchi bolasi 32 milyon. İkinci balası balandroq mallardan. Balası o'kitchami? Simentaldan qachtimi? Ya suni qachtimi ya simental? Simentalga qo'yilgan ekan. Siz 2 milyon deb baho aytib o'tirlar. Tushirsa bo'ladimi? Necha mana pula? Aytilish ha? 35 milyon aytilishi.
Yaxşı. Gövdeli mallardan. Arkaları malda. Balası ne var ki? Açık mı? Çıkmaldan mı oldu bu? Mesni mi? Sütke toygan eken ha? Sütün içceldi mi? Sütü. 10 litre. 10 litre sütü var. Mana yelini. Mana soskelari. Bazar nechaga so'rayaptir ekan? 22. Ha, 27 mi? Nechanchi balasi deylik? 4-balasi 27 so'ralyaptir deydi. 35 baho aytdilar. Balasi 16 10 litr sütü var deyaptilar. Telefon nomer qo'yib bilamizmi? Telefon nomer qoldirib bilamizmi? Shart emas, sotiladi ha. Ditga boryaptirmi? Yaxshi. 27 so'ralib turibdi, молодец. Balasini uchun kelib yo'q ekan. Yenasi ham ajoyib. Gövdeli mallardan ekan. Düştü. Assalomu alaykum. Necha deyapsizlar? Bahası. 26. Nechanchi balasi? 3-balasi. Balasi ne ona? Balasi 16. 26 deb baho aytilyapti. 3-balasi sütü necha ekan? 15 litr. Sovib ko'rdingizmi? O yelillari, mana soskalari. Soskalari ajoyib ekan. Mana malda arqalari. Ajoyib mallardan ekan. Malga gap yo'q. Sentli mallardan. Bazar çaya koyuyorlar. Necha so'raldi? 23,5 so'raldi. Telefon nomer qo'yib bilamizmi? Sotiladi. Yaxshi savdoingizni bersin. Malga gap yo'q ekanligi. Hazreti savdoim. Bunlara mı kuralım? Necha deyapsiz mana? 26'sı. Aytilishi. Aytılısı. Nechanchi balasi bu? 3. balası. 3-balasi 26 million deb baho aytyaptilar. Balasi ne bu? Kaçak. Ko'ngilli böcek. Sütü necha ekan? 10-15 litr süt veradi. Ha. Malda arqalari. Balasi 16 ekan. So'rayaptirmilar? Necha? 22 yarım, 22. 22,5 so'raldi ana. Ajoyib. Telefon nomer qoldirib bilamizmi? 93 286 36 83 aloqaga chiqaverasizlar. Постоянный bor ha. Yana bola.
Taslayanlı var dedi yine bala. Yaxşı ağa, sağdan azı versin. Assalomu alaykum. Tushirsa bo'lamanmi? Necha deyapsiz sizlarni? Assalomu alaykum. 26'ını bedeledim. 21'de bilsek olur mu? Qani, yaqin o'tib berik. Yigirma oltini beraveringlar deb tutdi. Berjaq yeringizmi u? Berjaq yeringizmi 26? Yo'q. Ha, ya baho aytdingizmi deyjaqman. Balasi onajon, nechanchi balasi bu? İkinci balası. Sütü neçe elli bana? 10 litre sütü var dedi. Canavar sütü abi attı. Malda arkaları. Neçe soradınız? 21 yarım. 21 yarıma çıktınız mı? 21 yarıma çıktı yani. 21 yarım. Telefon nomer kaldır olamız mı? Telefon nomer kaldır olamız mı? Satıladı. Xudo xolasa satıladı. So'rab tuttular. So'rab tuttular. 21 yarıma çıktı. Hakikat gövdeli mallardan lekin. Acayip malga o'xshim gap yo'q. Birinci balasi ha? Birinci. Ha, ikkinchi balasi mı? Yosh ko'rinadi ekan vobshe. Şunu mana videolarımızı yakunlaymiz. Videolarımız yoqsa birdan like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna tugmasini bosib qo'ying. Shunda bizlar chiqargan foydali yangi videolardan xabardor bo'lib turasiz. Xudo xolasa keyingi videomuz katta o'kizlar bo'ladi. Ko'rib boraverasizlar. Undan keyin 10 yillarda tushiramiz. Kichkina o'kizlar tushiramiz. Xudo xolasa.